Tasavvur qiling, osmon jim. Hech qanday portlash yo'q, hech qanday uchish yo'li ko'rinmaydi, hatto radarlar ham sukutda. Ammo aynan shu sukunat ichida dunyoni larzaga soladigan kuch yashirinib yotadi. Bu raketa uchmaydi. U kozga tashlanmaydi. U shovqin qilmaydi. Lekin u yo'q qiladi. Bugun siz bilan aynan shu oxirgi bosqich haqida gaplashamiz. Bu bosqichda tezlik emas, aqllilik g'alaba qozonadi. Bu bosqichda kuch namoyishi emas, nazorat hukmron bo'ladi. Va aynan shu yerda hamma narsa o'zgaradi. Avvallari qurol deganda hamma bir xil manzarani ko'z oldiga keltirardi. Uzoqdan uchib kelayotgan raketa, osmonda chizilgan oq iz, vahima ichidagi shaharlar. Lekin vaqt o'tdi, fikrlar o'zgardi, texnologiya yangi yo'lga burildi. Endi kim tezroq uchishi bilan emas, kim avvalroq anglashini bilan yutadi. Kim oldindan ko'ra olsa, u oxirgi zarbani bermasdan turib g'alaba qozonadi. Shu sabab bu raketa uchmaydi. Chunki uchish shart emas. Maqsadga yetish uchun ko'rinish ham shart emas. Bu texnologiya haqida gap ketganda eng avvalo tushunish kerak bo'lgan narsa shuki, bu oddiy qurol emas. Bu butun bir tizim. U sezadi, tahlil qiladi, baholaydi va qaror qabul qiladi. Inson ko'zi ko'rmaydigan, quloq eshitmaydigan, ong anglay olmaydigan signallarni bu tizim o'qiydi. U fazoni tinglaydi. U atrofdagi har bir o'zgarishni his qiladi. Va aynan shu his qilish jarayoni yo'q qilishning boshlanishi bo'ladi. Oxirgi bosqich deganda ko'pchilik yakuniy portlashni tasavvur qiladi. Aslida esa oxirgi bosqich bu jimlik. Bu bosqichda hech narsa sodir bo'layotgandek ko'rinmaydi. Shaharlar o'z hayotini davom ettiradi, osmon moviy, odamlar kundalik ishida. Ammo ko'rinmas qatlamda tizim allaqachon ishlay boshlagan bo'ladi. U xavfni aniqlaydi, ehtimollarni solishtiradi, variantlarni o'lchaydi. Va eng muhim qarorni qabul qiladi. Yo'q qilish kerakmi yoki yo'qmi? Bu yerda yo'q qilish degani doimiy vayronagarchilik emas. Ba'zan yo'q qilish bu harakatni boshlamasdan turib to'xtatishdir. Bu raketa uchmaydi degan gapning eng chuqur ma'nosi ham shu yerda yashirin. U uchmaydi chunki u zaruratni yo'q qiladi. U qarshi tomonni harakat qilishdan oldin fikrini o'zgartirishga majbur qiladi. Bu esa har qanday portlashdan kuchliroq ta'sir. Tasavvur qiling, biror tizim ishga tushmoqchi. Ammo u ishga tushishidan avval uning barcha kanallari yopiladi, signallari yo'qoladi, koordinatalari chalkashadi. Hech kim nima bo'layotganini tushunmaydi. Tizim o'zi bilan o'zi qoladi. Va oxir-oqibat ochadi. Bu jarayonda hech qanday raketa osmonga ko'tarilmaydi. Lekin natija aniq. Maqsad yo'q qilindi. Bu texnologiyaning eng qo'rqinchli tomoni ham shunda. U ko'rinmaydi. Uni ko'rsatib bo'lmaydi. Uni suratga tushirib bo'lmaydi. U haqda faqat oqibatlar orqali bilish mumkin. Shu sabab dunyo jim. Chunki bu jimlik ichida yangi qoidalar yozilmoqda. Endi kuch ko'rsatish shart emas. Endi eng katta kuch bu ko'rsatmaslik. O'zbekiston kontekstida bu fikr yanada chuqurroq ma'no kasb etadi. Chunki bu yerda gap shunchaki qurol haqida emas. Gap yondashuv haqida. Ilm-fan, muhandislik va strategik fikrlash bir nuqtada uchrashganda shunday natija paydo bo'ladi.
Bu natija balandparvoz bayonotlarni talab qilmaydi. U sokin bo'ladi. Ammo ta'siri uzoq davom etadi. Oxirgi bosqich degani shoshilinch qaror emas. Bu yillar davomida yigilgan bilimlarning pishib yetilishi. Bu sinovlar, xatolar, qayta urinishlar natijasidir. Va eng muhimi, bu bosqichda inson omili ham boshqacha rol o'ynaydi. Inson tugmani bosuvchi emas, tizimni tushunuvchi va nazorat qiluvchi bo'ladi. Qarorni esa vaziyatning o'zi shakllantiradi. Shu yerda savol tugiladi. Agar raketa uchmasa, unda u qayerda? Javob oddiy emas. U fazoda emas, u ma'lumotda. U signalda. U ehtimolda. U qarorda. U ko'rinmas qatlamda mavjud. Va aynan shu sabab uni to'xtatish deyarli imkonsiz. Chunki ko'rinmaydigan narsaga qarshi an'anaviy choralar ishlamaydi. Bu hikoya oxiriga yaqinlashganda yana bir narsani tushunamiz. Bu texnologiya faqat yo'q qilish uchun emas. U ogohlantirish uchun ham mavjud. U chegaralarni aniq chizib beradi. Qayergacha mumkin va qayerdan keyin mumkin emas. Bu aniq chegaralar esa urushlarning oldini olishi mumkin. Chunki noaniqlik eng katta xavfdir. Aniqlik esa tinchlikka xizmat qiladi. Bu raketa uchmaydi. Chunki u uchishga hojat qoldirmaydi. U yo'q qiladi, lekin avvalo niyatni yo'q qiladi. Harakatni yo'q qiladi. Xavfni yo'q qiladi. Va oxirgi bosqichda dunyo yana bir haqiqatni qabul qiladi. Endi kuch baland ovozda emas. Endi kuch jimlikda. Shu jimlik esa eng baland signalga aylanadi. Va siz hozir shu signalni eshitdingiz. Bu